Birinchi bo'lib Lukas passivkasidan boshlaymiz. Lukas passivkasi shundaki, masalan, har sekundda 1 единица, 1 dona energiya to'ladi. Agar dushman geroyini ursanglar, shu to'ladigan energiyalar 2 gacha ko'payadi. Xo'p, bundan tashqari ultralarni ishlatganingizda, sizlarning energiyalar har sekundda 10 единица ishlatadi, to есть 10 dona ketkiztiraveradi. Birinchi skillga keladigan bo'lsak, без stack mana shunaqa fizический урон beradi, и bo'ldi. Birinchi skilllarning passivkasi bor, ikkita stackgacha yig'sa bo'ladi. Bitta stack bilan birinchi skillni bersanglar, fizический урон и kontrol berasizlar. Ikkita stack bilan beradigan bo'lsanglar, fizический урон, qo'shimcha kontrol, bundan tashqari sizlarda anti kontrol effekti bo'ladi. Ikkinchi skillga keladigan bo'lsak, bu rivok, devorlardan o'tsanglar bo'ladi. Bundan tashqari radius atakangiz oshadi. И avto ataka berganingizda dushmanni orqa tarafiga o't olaverasizlar. Sizlarning avto atakangiz kuchaytirilgan bo'ladi. Ultasiga keladigan bo'lsak, ultasini bosganingizda hamma skilllar усиленный bo'ladi. Mana nima desam ekan, skill o'zgarmaydi, просто усиленный formaga o'tadi, kuchaytirilgan formaga o'tadi. Ultasini qaytarib bosganingizda mana shunaqa shar otadi va fizический урон beradi. Lukasni eng qattiq kontrpiklardan bittasi bu Valentina va ikkinchisi Alfa bo'ladi, agar lane'da o'ynalsa.